Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga tezkor xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Toshkent shahrining Mirobod tumanida 11 yoshli qiz tok urishi oqibatida vafot etdi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 30-may kuni taxminan soat 18:00 larda Mirobod tumanining Amir Temur ko'chasidagi savdo do'konlaridan birining tom qismiga 2014-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan N.A. ukasining o'yinchog'ini olib tushish uchun narvon yordamida chiqqan. Qaytib tushayotgan vaqtida tom qismiga yaqin joydan o'tuvchi elektr tokini ushlab olgan va tok urishi oqibatida voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi mehnat muhofaza qilish qoidalarini buzish 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand viloyatining Toyloq tumanida do'konga kamera o'rnatishga borgan xususiy firma ishtirokchisi tok urishi oqibatida vafot etgandi. 2 nafar xodim ish jarayonida ehtiyotkorsizlik qilib, metall narvonni Anzur fiderining havo elektr uzatish tarmog'iga tekkizgan. Oqibatda esa 2 ishchini ham tok urgan. Kuzatuvchilarimizdan shu va shu kabi ko'ngilsiz holatlarga yo'l qo'ymasliklarini hamda ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'rab qolamiz.